Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizada mana bunaqa bozor, ya'ni food bozor. Malayziyada ovqatlar pishiriladi, mana ovqat sotiladigan bozori. Shashlik, Malayziyaning shashligi. Shunaqa bo'ladi, satay. Bularda shunaqa cho'pchada pishiradi. Bizada sixta qilsa, bularda mana shunaqa cho'p-cho'pda. Lekin Malayziyaning shashligini shirin bo'ladi. Bular shakar solsa kerak menimcha. Va bu yerda makaronni ovqatlar, lag'mon, spagetti deyiladi-yu. Pishiriqlar mana 5 ringgit ekan bir porsiyasi. $10 ekan. Bu ringgiti $1 bo'lsa 25 ming so'mmi shunaqa ekan mana shu bitta. Makaron ichiga $1 sal oshibdi. Bu sho'rva bo'lsa kerak menimcha. Bubur ham. Bilmadim, nimadir pishirishyapti bu ichida. Harida bo'ladi qanaqa ovqat, qanaqa salafanga solib sotishadi. Ichiga tuxum, hamma narsa solgan makaronlari bilan. Kaklitja, fish ball degani mana shu bo'lsa kerak, ana bu baliqdan pishiriladimi? Shu yana dumaloq qilib. Bu ham tovuqlik ovqat. Pirashkiga o'xshab pishirishyapti uni. Pirashki ekan, chuchur deyadi, bularning oti chuchur. Ichiga piyoz, shunaqa qilib mana pirashki qilib pishirishyapti. Kokonat. Va bu yerda produktlar. Bu bozor har doim ishlamaydi. Menimcha faqat juma kuni ishlaydi. Chunki men uyim tarafda. Shu yerga yaqin turaman. Meni uyim sal teparoqda. Bu universitet Malayziya metrosining yonida. Har doim bo'lmaydi, lekin ko'p o'taman, qaytaman, ko'rmayman-da. Bugun bor ekan. Juma kuni ishlasa kerak. Mevalar mana. Mevani bilsanglar kerak-a. Ichi anorga o'xshaydi. Yo'q, ichi kiviga o'xshaydi. Kivi, ichi lekin qizil. Kivi daqa ta'mi unaqa mazali emas. Olmalar. Olmani 4 tasi 10 ringgit ekan. 10 ringgiti bo'ladi. $2 sal oshiq. Shu $2 da 20 qancha ming so'm bo'lsa kerak o'zbek so'mga. Hamma mevalari tarelkaga solib qo'yibdi 10 ringgitdan. Mana bir tarelkasi olmani, ko'knokni, olxo'ri, anor. Hammasi 10 ringgit ekan. Ya'ni 20 qancha bo'ladi biz o'zbek so'mimizga do'stlar. Mana mandalina ham 10 ringgit. Bu 500 gram bo'lsa kerak, yarim kilomi? Shu bir yarim kiloga o'xshar ekan, 1 kilomikan. 4 ta olma 5 ringgit. 5 ta ekan. 5 ta olma 5 ringgit. 10 ming so'mmi shunaqa bo'lsa kerak. 10 ming emas, $1. $1 necha bo'lsa-da? $1 4 ringgit necha puldir sentda? Shu $1 ga yaqin. $1 dan ozgina oshadi sent. Yana
uzumlar bitta anavsi shuncha solib qo'ygan. Bu ham 10 ringgit. Shu 1 dollardan 1 sent oshadi. Endi sentini bilmayman, nechta bo'ladi O'zbekistonga. Malayziyaning shunaqa mevasini ko'rganmisizlar? Yeb ko'rganman. Unaqa emas lekin. Bilmadim, menga qanaydir nordonmi shunaqa. Bu uzum bir tarelka uzum 5 ringgit ekan. Bu ham shu 1 dollardan 1-2 sent oshadi. Limon 6 ta limon 10 ringgit. Mana shu Malayziyaning haqiqiy mevalaridan do'stlar. 1 kilosi 12 ringgit ekan. Buni olti durianmi shunaqa deyiladi. Yo'q, durian emas bu. Buni otilmaydi. Esmachi. Hozir aytaman otini. Bu ham shirincha bo'ladi-da, ichimda. Lekin yaxshi. Bu ham Malayziyaning mevasi. Yaxshi, shirin. Bu ham shirin. Ichim ham bunaqa oq bo'ladi do'stlar. Mana. Mazali meva. Papayani bilsanglar kerak. 6 ringgit 1 kilosi. Ana, mangolar 1 ringgit ekan. Bu sal 1,5 dollarmi shunaqa bo'ladi 1 kilo. Sosiskadan bir narsalar pishirishgan. Pirashki, samsachalar qovuradi. Ular samsani qovuradi. Tak pirashki qilib. Ularni ham bilmadim nima. Qoropok ekan. Qoropok degani anu bular ham baliqdan pishirilgan. Papaya otak. Bilmadim. Papaya otak sira. Yani. Shu yaxshi narsa bo'lsa kerak. Achchiq bo'ldi lekin. Mana qoropok baliqdan qilingan, baliqdan shunaqa. Sosiska qilamiz-ku, qiyma qilib, shunaqa qilib pishirib qovurgan. Ha, pishirishyapti. Qozonda qovuryapti. Bu kokonatdan tayyorlangan. Bambuk daraxt anavsini ichiga shunaqa kokonatdan tayyorlab kichkina shirinlikchalar qilib beradi mana bunaqa qilib. Buni ham yesa bo'ladi, yaxshi narsa. Murtaba degani bizning patirlarimiz bo'ladi-ku, o'zbekcha patir. Ichiga go'shtlar solib, ya'ni samsani bittan o'sida bu ham kallama patirga o'xshab qilinadi, ichiga go'sht murtaba go'sht narsalar solib pishirishadi. Mana pishiryapti mana. Proper 5 ringgit. Yes, per ringgit. The inside apple? Inside what is this? Nasi, onion, chicken and beef. Beef. Yes, chicken and beef. Kim bitta? All salmon or no salmon? What? Simua salmon inside or no? Oh no. No. Different. Yes, different. Ada apa? What? Ada apa? Okay, it's okay. You make job first. Mana amak qilyaptilar, qaranglar do'stlar. Shunaqa yumshoq pishirishadi-da. Makjon qo'llarim dard ko'rmasin. Satu lagi.
nima bilmayman. Guruch ekan bu. Ha, bu guruch. Guruchdan shunaqa tanlab olasizlar. Ana qovurilgan jo'jalar, tovuqlar, har xil. Tanlab. Bu nima? Ana ekan. Mana ovqatlar ekan. Guruch ko'rdinglarmi rangini, ko'kligini? Jo'xori. Malayziyada har doim jo'xori bo'ladi. Yil 12 oy. Mana shunaqa qilib qo'yib, ichiga sutli shirin qilib sotyapti. Mana bu yoqda qaynagan. Pichoq bilan qaynatishadi bular va hamnaqa nima edi? Beshta. Ha. Mana bu shashlik qilib pishirilgani. 5ta. Ringgit. Satu ringgit kan satu. Yalah, is that 5 tu? Ada 5 ringgit. Lihat masa gas kita ada. Time. Digoreng. Fishball. Baliqdan pishirilgan shashlikcha qilib qo'ygan qovurilgan tovuqlar. Nama? Apam Bali. Ah, 8 Bali? Apam Bali. Appan Bali. Appan Bali ekan mana buni otdi do'stlar. Mana shunaqa skоворodkada pishiradi. Mana ichiga ana jo'xorichalar, shirinliklar, maka solib. Ana bo'ldi, tayyor. İçiga shokoladlari bor. Singlim bir pishiryapti. Dur. 8 kali.